Nima, bu dunyoda faqat boyer qadrlanish kerak. Yaqinda bir ko'rsatuv ko'rib qoldim, bir yigitcha mikrofonni ko'tarib odamlarning oldiga kelyapti. Bir chiroyliroq kiyingan, qorni katta bir yigitga xotiningizni yaxshi ko'rasizmi deganda, sevaman, boshqa kimni sevishim mumkin deb ayoliga telefon qilsa, bir dadasi deyiladigan joyga bir 5 martalik dadasi boryapti, ro'paradagi xotin. Keyin ko'chada yo'lda yuzda o'tib ketadigan bir yosh keksaroq bir otaxonni to'xtatib turib, xotiningizni yaxshi ko'rasizmi desa, bechora yupun kiyingan bir kamtaringina, soddagina odamda yaxshi ko'raman deb ayoliga telefon qilyapti. Shu bir gudogidan keyin xotini ko'tarib da deyapti. O'sha munosabatlarda bepisand gapirayotganligi seziladi-da baribir. Xotin, yaxshimisan? Men seni sevaman deyapti-da. Uni javobi kelguncha o'sha telefon qiladigan otaxon bir marta egilib olyapti. Ha, keyin nima qilasiz deyapti. Ejil qilibdi. Ehsonlashinglar, oralaringda muhabbat paydo bo'ladigan hadis bor-da. Ishoning, siz turmush o'rtog'ingizga, eringizga yaxshi gaplarni gapirib yoki xotiningizga yaxshi gaplarni gapirib, munosabatlarni qat'iylashtirmasangiz, orada sekinlik bilan hayot mazmunsiz bo'lib, o'z-o'zidan sovuqchiliklar tushaveradi. Bu dunyoda ko'p muhokama bo'ladigan narsa bu tuyg'ular bo'ladi. O'sha tuyg'ularda vaqtida jilovlab, kimligimizni unutmagan holatda atrofimizga bee'tibor bo'lmasak, ishoning yutuqda bo'lamiz. Aksi bo'lsa zavolda bo'lamiz.